Oilada erkak kishi ulug'lanmagungacha u oila uzoqqa bormaydi. Mana shuni ayollar yaxshi bilsin. Qaysi oila muammo bo'layotgan bo'lsa, ajrim yoqasiga kelgan bo'lsa, biling, o'sha uyda erkak kishi ulug'lanmagan. Bu aka mutlaqo haq. Oilada erkak kishi ulug'lanishi shart. Vaholanki hech qaysi ayol eriga tegib bor, erini ulug'lamay qo'ymaydi. Ammo qachonki erkak kishi tomonidan mana bu 3 ta ish sodir bo'lsa, ayol xohlasa ham uni ulug'lolmay qoladi. Birinchisi, moliyaviy mas'uliyatdan qochish. Agar erkak ro'zg'orni ayolni bo'yniga qo'yib qo'ysa, pul topishdan qochsa yoki qarzga botib yursa, achchiq haqiqat shuki, ayol kishi o'zi pul topib, o'zi muammoni hal qila boshlagan kundan boshlab, erini himoyachi deb ko'ra olmaydi. Boquvchilik vazifasini yo'qotgan erkakning haybati ayol ko'zida o'ladi. Ikkinchisi, onasini bolasi bo'lib qolishi. Xotinini himoya qilish o'rniga tinmasdan onasini orqasiga yashirinish va mustaqil qaror qabul qila olmaslik. Achchiq haqiqat, ayol kishini o'zining erkak ortida emas, go'yoki bir yosh bolani yonida his qilishni boshlaydi. Ayol kishi yosh bolani yaxshi ko'rishi mumkin, ammo unga suyanib ulug'lay olmaydi. Uchinchisi, odamlar ichida xotinini pastga urish. Erkak o'z yaqinlari, do'stlari va qarindoshlari orasida xotinini kamsitsa, ustidan kulsa va boshqalarga xafa qildirib qo'ysa, 8 yillik tajribamdan kelib chiqib aytaman, xotinini himoya qilmagan erkakni hech bir ayol ichida hurmat qila olmaydi. Ulug'lash bu qo'rquv emas, bu ichki xavfsizlik tuyg'usidir. Erkak ulug'lanishi uchun u avvalo ayolga xavfsizlik va suyanch berishi kerak. Bu videoni ha deganda sen meni hurmat qilmayapsan, sen meni ulug'lamayapsan, sen do'zaxiy bo'lasan deb manipulyatsiya qiladigan o'shalarga yuboring.